Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi fuqarolarga 31 dekabr yangi yil kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Yangi yilni o'zbekistonliklar qor bilan qarshi oladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 31 dekabr kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 13-18 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi. 31 dekabr kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarga biroz yomg'ir yog'adi. 1-2 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 31 dekabr kuni kechasi va kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. 31 dekabr kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 1-2 yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 3 yanvarda ham ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, qorga aylanishi mumkin. Havo harorati 31 dekabr kuni kechasi va kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgarib turadi. 31 dekabr va 3 yanvar kunlari ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati 31 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 1 va 3 yanvar kunlari yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Havo harorati 31 dekabr kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. 31 dekabr va 3 yanvar kunlari vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Havo harorati 31 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. 1-2 yanvar kunlari kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.